Bugun jinoyat ishlari bo'yicha Mirzo Ulug'bek tumani sudida qotillik bilan bog'liq sud ishi ko'rib chiqildi. Sudlanuvchilar jabrlanuvchining hayotiga shunchaki nuqta qo'ymagan, balki juda ayanchli jinoyat sodir etilgan. Tafsilotlar bilan hamkasbimiz Ruxsora G'ofurova tanishtiradi. Mavsumiy va mardikorlik bilan shug'ullanib kelgan 3 nafar shaxs vaqtincha yashab turgan yerto'lada birgalikda maishatbozlik qiladi. O'zaro kelishmovchilik kelib chiqib, biri ulfatlarini so'kkani uchun avval kaltaklanadi, so'ngra yarim tanasigacha yechintiriladi. Qolganini aytishga ham til bormaydi. Qo'rqib ketganimdan keyin oyog'ini ushladimda, keyin yana o'sha kesitgan paytda keyin endi sal o'zlariga keldimi, ular jabrlanuvchi o'zlariga keldi shekilli, keyin baqirib kallasini ko'taruvdi, bular keyin stol ustidan pichoqni olib turib urib tashladilar. Jabrlanuvchi qattiq mast bo'lganligi oqibatida jismoniy qarshilik ko'rsata olmagan, harakatsiz, o'zini o'zi himoya qila olmaydigan darajadagi ojiz ahvolda bo'lganligi hamtovoqlariga ish bergan. Ular oshnasini o'zlari bilganicha azoblagan. Yoshligimda boqolganlar, ota-onam tirik bo'lsa kerak, bilmayman, lekin ko'rmaganman. Xudoga shukr, o'zim halol mehnat qilib uylandim, farzandlarim bor ikkita. Qilgan ishimdan puchoymonman, lekin men bunaqa bo'lishini bilmagan edim. Tug'ilgan kunlarimda o'sha joyda ichkilik iste'moli ko'payib ketgan holda endi shunday janjal voqea bo'lib ketdi. 2 nafar sudlanuvchilarga nisbatan sud hukmi o'qildi. Sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi VJP bandlarida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda ayblanib topilsa, unga 18 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. O'zimiz hech qayerga o'tib bo'ladi, qaraganda tobutni bu ko'taradigan seningku bolam. Sudlanuvchilarning biri 1987-yilda, ikkinchisi esa 1992-yilda tug'ilgan. Ularning har ikkalasi ham 18 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Bir so'z bilan aytganda, izsiz umr. Ruxsora G'ofurova, Sirojidin Xushimjonov, Markaziy studiya uchun.